Arzonga bayk qidirib yurgan o'rtoqlarimiz uchun bugun bitta shikolat narxda narxiga yarasha apparat tayyorlab qo'yganman. 650 dollarga Yamaha Aeroch replika sport bayk. Nima deyapti narxi akalar? Bitta obzorni ko'rib oringlar. Ismail aka 650 dollarga Yamaha Aeroch replikamiz. Assalomu alaykum. Siz ikki oylik kanaldasiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun politsiya tugmasini bosib qo'yishingizni maslahat beramiz. E'tiboringizda 3000 wattli elektr sport baykimiz bo'ladi akalar. Yamaha Aeroch replika ko'rinishida maksimal tezligi 80-90 ni tashkil qiladi akalar. Holati yomon emas, narxiga yarasha apparat. Akalar ko'rinishlari lekin chiroyli holatda turibdi. Baykimiz narxiga yarasha akalar. Maksimal tezligi 70-80 yuradi. Kamchiliklariga keladigan bo'lsa, akalar, akkumulyator holatlari 30-40% ham bo'ladi. 6 ta akkumulyator turibdi. Hozirda bitta kamchiligi to'liq zaryad bilan 20-30 km yuryapti. Etbetiga qarab olsanglar, xudo xolasa, yangi akkumulyator qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Bemalol 70-80 km harakat qilib xizmatingizni qilib beradi aka. Probegi ozgina kamroq yuradi, lekin shunaqa narxda qidirib yurgan ko'pchilik o'rtoqlarimiz so'rashgan edi. Men shuning uchun mashina olib kelib qo'ydim akalar. Buni olib akalar mahalla qo'ydi, nomponga deganda yoki ishqibozchiligiga 1-2 soat aylanib kelgani yaxshi apparat. Ko'rasizlar, mana holatlari yomon emas akalar. Inshaalloh kraska holatlari yaxshi. Korpuslarda singan chaqa-chuqi joylari bor, lekin narxiga yarasha aka. Qani siz mana rosa ko'p timni so'rayotgandingiz, brat. Bemalol bosib olsa bo'ladigan joyi. Siz buni olib, bo'yatib olib, skromni qilib 250-300 dollarga yangi akkumulyatorni qo'yib olsangiz ham bearmon xizmatingizni qilib beradi akalar. Ushbu texnikamiz Toshkent shahrida 2 oylik salonda turibdi. 650 dollarga zaryadka apparatga hamma narsalari bor komplektida olib xarid qilsangiz bo'ladi akalar, xudo xolasa. Texnika narxiga yarasha, to'g'ri yangi emas, ideal emas, summasiga yarasha apparat. Olib xohlasangiz o'zingiz uchun proyekt qilib yig'sangiz ham bo'ladi. Pastki raqamlarga murojaat qilasizlar. Sizlar bilan bugun Abu Bakr, ya'ni 2 oylik kanali bo'ldi. Barchalarni kutib qolamiz.